O'zbekistonda 1-dekabrdan nimalar o'zgaradi? Poytaxt bozorida sotuvchilar uchun to'lovlar elektronlashtiriladi. Toshkent shahrining Eski Juva, Chorsu va Mirobod bozorlaridagi sotuvchilar uchun barcha to'lovlar elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Barcha zapravkalarda AI-sakson benzinini sotish taqiqlanadi. Nikohni rasmiylashtirishda tibbiy ko'rik natijasini topshirish talabi bekor qilinadi. Iste'molchilarning murojaatlarini ko'rib chiqish samaradorligini oshirish maqsadida iste'molchi, tadbirkor, nodavlat, notijorat tashkilotlar, davlat organlari tizimi joriy etiladi. Mamlakatda notarial tasdiqlangan nikoh shartnomalari nusxasini notarius axborot tizimiga majburiy yuklash tartibi joriy etiladi. Bu orqali ularning aslini notariuslar tomonidan talab qilish bekor qilinadi. Turizm sohasi subyektlari mutaxassislari shartnoma asosida qayta tayyorlanadi va malakasi oshiriladi. Qozog'iston temir yo'li Olmaota-Toshkent, Olmaota poyezdi qatnovlari chastotasini oshiradi. 14-dekabrdan boshlab Tulpar-Talgo poyezdlari shaharlar o'rtasida har kuni qatnay boshlaydi.